mana shu mahallalarda yurib, o'sha nima deydi, o'zimizni kirit mahsulotlarimiz bo'yicha doimiy tadbirkorlikka shu aholini jalb qilish, ularni yo bo'lmasa mavjud tadbirkorlarning faoliyatini kengaytirish bo'yicha tushunchalar berib boramiz. O'zimizda ham bir qancha mahsulotlarimiz bor, kirit mahsulotlarimiz. Hozirgi kunda shu hukumat prezidentimizda aholini tadbirkorlikka jalb qilish, ularni nima deydi, o'sha faoliyatini kengaytirish bo'yicha bir qancha ko'rsatmalar berib boryaptilar, qarorlar chiqaryaptilar, farmonlar chiqyapti. Xuddi o'shanda bizlar endi banklarni asosiy moliyaviy qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Ularni har bitta biznesda tadbirkorlikni amalga oshirmoqchi bo'lsangizlar, nima deydi, doimiy mablag' zarur bo'ladi. O'sha mablag' bo'yicha kreditlarimiz bor. Bizlarni shu kreditlarimiz bilan moliyaviy qo'llab-quvvatlaymiz. Birinchi navbatda biznesga birinchi qadam kreditimiz bor. 12 million so'mgacha ajratiladi. Kreditimiz 4 yil muddatga ajratiladi. 6 oy imtiyozli davra bilan plastikasiga tashlab beriladi. 25%dan, ayollarimiz uchun 22%dan ajratiladi. Undan keyin mahalla loyihasi kreditimiz bor. 50 million so'mgacha ajratiladi. Bu 5 yil muddatga ajratiladi. 2 yil imtiyozli davra, keyin asosiy qismi bilan foiz qo'shib to'lab boriladi. Bundan tashqari prezidentimizda qarorlari bor. 312-sonli qaror. Bunda 100 million so'mgacha shu garovsiz, 100 milliondan keyin 300 million so'mgacha garov bilan ajratiladi. Bu pul ko'chirish yo'li bilan ajratiladi. Endi foizi esa o'sha hududlarning toifasidan kelib chiqib belgilanadi. Bizning Muborak tumanimiz 4-toifa bo'lganligi uchun bizda foiz stavkasi 20%dan qilib belgilangan. Bunda ham ayollarimizga 2%lik imtiyoz bor, 18%dan ajratiladi. Bundan tashqari bankimizda o'zini nima deydi, boshqa mana faqat kredit bilan emas, qolgan yo'nalishlarda ham o'z xizmatlarimizni ko'rsatib kelamiz. O'sha bank xizmatlarimiz qanday, misol uchun hisob raqam ochish bizda bepul, hech qanday pul olinmaydi. Bundan tashqari bank xizmatlari ham anchagina yengil, shu o'tkazmalardan 0.5% miqdorda bo'ladi. Bundan tashqari har bitta yo'nalish bo'yicha o'sha tariflarimiz belgilangan. Bu tariflarni ham ko'rib chiqib, sizlarga qulay tariflarni aytib o'tamiz.